Amerika parlamentidagi har ikki partiyadan bo'lgan bir turkum parlament a'zolari 10 aprel bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur korxonachi Akbar Asad va inson haqlari faoliyatchisi Deng Jiaoshunning turmaga tashlanganligini ayblagan. Parlament a'zolari Xitoyning ularni nohaq qo'lga olganligini ta'kidlash bilan birga, Xitoy rejimining ularni tezdan qo'yib berishga chaqirgan. Amerika Avam Palata a'zosi Jim Rich va Amerika Kengash Palata a'zosi Chris Coons qatorliq ikki Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining a'zolari Akbar Asadning nohaq tutib turilganiga 8 yil bo'lgan bir paytda uning ahvolidan og'ir andish qilayotganligini o'ttirga qo'ygan. Ular bayonotida Amerika Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlariga ko'z yumilmaydi. Biz ularning xalqaroda e'tirof qilingan inson haqlari uchun davomli kurash qilamiz. Hamda Akbar Asadni o'z ichiga olgan nohaq qo'lga olinganlarning qo'yib berilishini talab qilamiz deyilgan. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning huquqini tashabbus qiladigan va davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi lobbichilik faoliyatlarini olib boradigan Uyg'ur harakati Amerika parlamentida Uyg'ur do'stlik korpusi etishni planlagan. Uyg'ur harakati parlament a'zosi Jennifer Veyton sog'an asosda parlament a'zolari Chris Semis va Thomas Suzining riyosatchiligida parlamentda Uyg'ur do'stlik korpusi yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. Uyg'ur harakati 4-oyning 16-kuni tushdan burun parlament binosidagi HC5 hujrasida Uyg'ur do'stlik korpusining yo'lga qo'yilishi munosabati bilan alohida faoliyatga tayyorlik qilmoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayı qatorliq ommaviy tashkilotlar Xitoyda 4 kunlik ziyoratda bo'lgan Germaniya bosh ministri Olaf Scholzga maktub yozib, uning Xitoy ziyoratida Uyg'urlarga qarshi olib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni to'xtatish uchun kuchashni talab qilgan. Maktubda yana Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi olib berilayotgan vahshiy assimilyatsiya siyosatiga xotima berilishi, bo'libmi Uyg'urlarning madaniyat kimligi, tili va an'analariga cho'qim hurmat qilinishi, Uyg'urlarning bir xalq sifatida haq-huquq va erkinlik qo'g'dilishi kerakligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlardan sirt yana German, Tibet va Hong Kong tashkilotlari birlashib yo'llagan mazkur maktubda Olaf Scholzning Uyg'ur rayoni, Tibet, Hong Kong, Janubiy Mong'oliya, hatto Xitoyning o'zidagi qabihliklar va kishilik huquq masalalarini o'ttirga qo'yish talab qilingan. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi: Germaniya bosh ministri Scholzning Xitoy ziyaratidan ilgari biz Germaniya hukumati va Yevropaning Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi aniq va qat'iy pozitsiya tutish kerakligini ta'kidlaymiz. Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmi xalqaro jamiyat yaqindan diqqat qiladigan va ko'ngil biladigan masala. Biz Scholzning ziyorati jarayonida Germaniya va Yevropaning Xitoyning kishilik huquqiga daxli taruz qilganligini ochiq-oshkora o'ttirg'a qo'yib, uningga unumli inkos qaytarish kerak deb qaraymiz. Uyg'urlar, Tibetlar, Hong Kongliklar va boshqa ziyonkashlik uchirganlarni qo'llash va Xitoyning siyosatini xalqaroda ayiblash to'limi muhim. Scholzning bu ziyorati Germaniya va Yevropaning kishilik huquq va demokratik qimmat qarshidagi maydonini namoyon qiladigan muhim fursat. Xitoyning bu siyosatlariga qarshi aniq pozitsiya tutish xalqaro jamiyatning ishonchiga erishish va kishilik huquqni qo'llashda intayin muhim. Microsoft Xitoy hukumati haqida kishini andishiga soladigan bir bayonot e'lon qildi. Microsoftning so'ziga qaraganda, Xitoy sun'iy idrok ishlatib boshqa davlatlardagi saylovga aralashadi ekan. Microsoftning bayonotiga qaraganda, Xitoy 2024-yili sun'iy idrok bilan Koreya, Amerika va Hindiston qatorliq davlatlarda o'tkaziladigan saylovga aralashishi mumkin. Microsoft Xitoyda Tayvanda o'tkazilgan saylovda buni sinab qilganligini ta'kidladi. Xitoyning sun'iy idrokdan foydalanib saylovga qanday aralashadiganligi bir savol sharti paydo qilmoqda. Isroiliya taratqullari Eronning tunugun kecha uchquchsiz aeroplanlar bilan qilgan hujumining Isroiliya iqtisodiga solgan ziyonining 1 milliard 350 million dollar ekanligini bayon qildi. Isroiliya armiyasi Eronning Isroiliyaga qaratib otgan 300 dan ortiq uchquchsiz aeroplan va boshqariladigan bombaning 99%ning etib tushirilganligini e'lon qildi. Isroiliya armiyasining bayonotchisi Admiral Daniel Hagerning bildirishicha, quruqlikdan quruqlikka qo'yib berilgan osonlikka boshqariladigan bomba Isroiliya ziminiga tushgan bo'lib, bir qiz yaralangan va janubdagi harbiy askarlar ozroq ziyonga uchragan.